Akalar, arzoncha akadan mana shunaqa yomg'irli kunda, yomg'ir mana ko'rib tursa, Allohning barakasi qanday yog'ib turgan bir vaqtda puli arzon qo'zichalarni sizlarga ko'rsatishga yetib keldim. Assalomu alaykum, bizani uzoq yaqindan kuzatib turgan, biz uchun qadrli bo'lgan aka-ukalarimiz, ko'rib turganlaringizdek akalar qo'zlarimiz ancha katta-katta bo'lishiga qaramasdan, pulini juda yengil qilib chiqaramiz deyapti. Shuning uchun akalar e'tibor bilan videoni oxirigacha ko'ringlar. Sizlarga mana hamma joyini bir tekis ko'rsatishga harakat qilamiz. Akalar arzon qo'zi keladigan akalarimizga to'g'ri keladigan, o'zim katta qilib olaman deydigan akalarimizga to'g'ri keladigan mana shunaqa qo'zichalarimiz turibdi. Bo'lmasa hamma ma'lumotlarini o'sha arzoncha akamizdan sizlarga yetkazib Mana akalar, bismillah. Aka hormang, yaxshimisiz? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Mashalloh, mana shu yomg'ir, hamma joy aka mana shunaqa sel bo'lib turganiga qaramasdan xalqimizga arzonni olib keldingiz meni. Shunday aka, nasib bo'lsa. Mashalloh. Bu necha bosh olib keldi aka? Bu 21 bosh. Aha. 13 bosh urg'ochi, 8 bosh qo'chqor. Ha, demak 13 bosh urg'ochi ekan akalar, 8 tagina qo'chqorchamiz bor ekan. Endi mana bu 13 ta qo'chqorimiz ham, 13 bosh urg'ochimiz ham ancha katta-katta ekan bular. Ha, shunday. Bular necha oydan necha oygacha? Bularni shu 40 kun, 45 kunlik olishsin sredni. Ha, demak 40 kun, 45 kun. Eng bitta mana shuni 1 oylikka beraman. Ha, sariqni. Bu ham qo'chqor lekin. Mashalloh, akalar. Bu ham qo'chqorchi ekan. Akalar mana ko'rib turibmiz, yomon emas. Kim bor mana shu 8 ta kichkinasi bor, o'sha erkak. Mana bu ham erkak. Ha, mana gap yo'q. Bularni hozir mana shu mayli yomg'irdan panaga tursin shular bechoralarginalar. Yomg'ir o'zimiz borib video qilamiz. Akalar mana ko'rib turganlaringizda hammasi yaxshi. Sog'ligiga garantiya beramizmi? Sog'ligiga, yeb-ichishiga garantiya. Xudo xolasa garantiyasi bor. Xudo xolasa garantiya nasib. Mashalloh. Akalar sog'ligiga, yeb-ichishiga garantiya bor. Bularni nima berib katta qilish kerak? Bular hamma narsa yeydi desam ham bo'ladi. Ko'kka chiqarsangiz ko'k ham, beda bersangiz beda ham, yem, hashak, umuman problema yo'q yeyish betishida. Sut bermasa bo'ldi. Sut bermasa bo'ldi. Shunday. Akalar sut bermasalaringiz bo'ldi, qolgan hamma narsani yerkan. Albatta hazil, lekin akalar haqiqiy sifat mana shunday o'zimizning Qashqadaryoning qo'zlari-ya bular. Ha. Qashqadaryoning qo'zlari, xudo xolasa tushib kelyapti bular. Akalar Temboli dehqonot tog'dan olib kelishyapti ekan. Shuning uchun akalar tog'ni molini olaman, dehqonotdan mol olaman degan akalarimizga to'g'ri kelar ekan, ancha puli ham arzon, yengilgina bo'lar ekan. Aka, endi buni mayli bular bechoraginalarni qiynamaylikda asosiy joyga o'taylik. Dastlabki qilib beraveramizmi? Dastlabki kelishamiz, Qurob aka. Ha, o'zi arzon nechta? O'zi puli arzon, kelishamiz. Kelishmaydigan joy. Telefon qilishgan odamni xafa qilmaymiz. Mashalloh. Bitta olsa ham, ikkita olsa ham, hammasini olsa ham kelishamiz. Demak, bir qo'lga olishsa ham 10 ta olishadimi, 5 ta olishadimi, bitta olishadimi, xudo xolasa, yo'lida qilib beraveramiz deyshap. Shuning uchun akalar bexijolat telefon qilaverasizlar. Endi aka mana u o'zini xohishini qaranglar. Endi buni dastlabkasini-ku gaplashib oldik. Bo'lmasa narx-navosini ham bir yengilroq qilib. Aka, bitta narx aytaman, tortishmaymiz faqat. Aha. 1.900.000 mingdan kelishadigan joy bor. 1.900.000 mingdan ham kelishadigan joy. Kelishadigan joy bor. Mana akalar. 1.900.000 dan ham yana kelishadigan joy bor ekan qo'zichalarimizda. Shuning uchun akalar bexijolat telefon qilaverasizlar. Soni ham ozgina bir qo'lga ketadigan, sifatlari ham ancha yaxshi. Bu ham akalar tog'ni qo'zilari ekan, 1.900.000 so'mdan berib yuboramiz deyapti. Telefon qilaverasizlar. Pastdagi nomerlar ishlab turibdi. Manzil Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani akalar Yangior mahallasidamiz. Like bosib obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. 7 aprel sanasi bilan mana shunaqa jala yog'ib turgan bir vaqtda video qilyapmiz.